Assalomu alaykum azizlarim. Yangi vlogimga xush kelibsizlar. Anchadan beri sizlarni qarshilaga yangi video bilan chiqa olmadim. Buni sabablari bor, tabiiyki, bilasizlar, men sizlarni qanaqadir shu yangi vloglar bilan, yangi shortslar bilan, ya'ni qisqa videolar bilan xursand qilishni yaxshi ko'raman, lekin shunaqa paytlar bo'lib qoladiki, o'zimni yumushlarim, farzandlarim yumushlari va Istanbulga, Turkiyaga kelgan mehmonlarim bo'lib qoladi. Aynan shu oxirgi sabab bilan ozgina menda uzilish bo'lib qoldi. Toshkentdan ikkita podpishchitsam, ya'ni shu YouTube'da tanishganmiz birlari bilan oldindan tanishdik, lekin yana ikkinchi marta bizani shu YouTube kanalim birlashtirdi. Firuza degan dugonam keldilar Istanbulga Toshkentdan va yana bitta opamiz keldilar. Ular bilan bozorlarga bordik, boshqa qildik va o'zimni yumushlarim yana bo'ldi. Bilasizlar, NL kompaniyasida ishlayman. Zakazlar bo'lib qoldi, ularga yugur bo'lib qoldi. Shu bilan ovora bo'lib, sizlarga yangi vlog chiqara olmadim. Lekin mana bugun Xudo xohlasa yangi vlog bilan qarshiladaman. Bugun sizlarni yana Istanbulning chiroyli joylarini aylantiraman. Tabiiyki, Xudo xohlasa, agar imkonim bo'lib qolsa, yangi shaharlarga borsam, yangi shaharlardan ham sizlarga yangi vloglar chiqaraman va bir yili Antaliyaga borgan sayohatimni ham qisman bo'lsa ham sizlar bilan bo'lishish niyatim bor. Xudo xohlasa, yo'llarini, otellarini va umuman tabiatini sizlar bilan bo'lishaman, Xudo xohlasa. Bugun esa Bosfor bo'ylab Uskudarga boramiz, Qizqulasini ko'ramiz. Qizqulasida kun botimini kuzatamiz va iftorlik qilamiz sizlar bilan birgalikda va Istanbulni Osiyo tarafida birpas aylanamiz, sayohat qilamiz va juda ham chiroyli bir qahvaxona ochilganida, yangi ochilganida, o'sha yerga hech borish nasib qilmayotganida, mana bu safar nasib qildi, kirib qahvasini ham ichishga nasib qildi va tabiiyki o'sha joyni ham tarixiy iskala, ya'ni tarixiy paromlarni to'xtash joyi, ya'ni ostanovkasini sizlarga ko'rsataman. Marhamat, videomni tomosha qiling. Hozircha ko'rib turganingizdek Bosfordamiz. Hozir Istanbulda eng tarixiy bo'lgan joylardan biri Uskudarga boramiz, keyin esa Bosforda sayohatimizni davom ettiramiz. Va videomning boshida yana shu narsani aytib o'tishni joiz deb topdim. Kanalimga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Istanbulni, Turkiyani, turk seriallarini yaxshi ko'radigan dugonalaringiz, opa-singillaringizga, oyijonlarimizga, buvijonlarimizga jo'natib qo'yinglar va layklaringlarni qo'yishni unutmanglar, kommentariyalar yozib qoldiringlar va Xudo xohlasa yana chiroyli joylarni ko'rsatishda sizlarga davom etaman. Foydali videolar qilishga harakat qilaman. Xudo xohlasa, ya'ni ya'ni informatsiya beradigan videolar qilish ham niyatimda bor.
Mana azizlarim, Uskudarga keldik. Endi sizlarga Uskudarni ko'rsataman. Ko'p vloglarimda ko'rsatganman Uskudarni, lekin dengiz bo'yida, sohilda judayam chiroyli manzara bor, bilasizlar. Istanbulga kelgandir, Uskudarga ham ko'rgandir bu joylarni. Ko'ryapsizlar, mana baliqchilar baliq tutishyapti va aytgandek, shu baliqchilarni yoniga kelsanglar, o'zi shu qarmoqlarni qo'yib qo'yishadi. O'sha qarmoqlarni sizlar arendaga soatiga olib, o'zingizga baliq tutsanglar bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlar ham bor. Bu esa dengiz taksisi, ko'rib turganinglar. Bemalol bundan ham foydalansa bo'ladi tabiiyki. Lekin men hech hali foydalanib ko'rganim yo'q. Xudo xohlasa, agar dengiz taksisiga o'tirsam, albatta sizlarga ham ko'rsataman. Aslida mana shu ko'rib turgan masjidlarni prям shundoq sohilda bo'lgan, ya'ni yonida yurish joyi bo'lmagan. Kemalarda kelib shundoq shu masjidni ichiga kirishgan. Ya'ni kemalarni shu yerga bog'lab, srazu shu masjid ichiga kiriladigan bo'lgan. Ya'ni mana shu hozir men yurayotgan joyim oldin bo'lmagan, bu yerga keyin tuproqni o'ldirib boshqa qilib shunaqa sohil yurish yo'li qilishgan. Lekin avvallari bu masjid shunaqa maqsadda qurilganki, kemadagi shu sayohatchilar, savdogarlar kelib shu masjidda qolib yoki namoz o'qib, yana yo'lida davom etish maqsadida qurilgan bo'lgan bu masjid. To'g'risini aytsam, o'zim ham birinchi marta shu Istanbulda yashaganimdan beri birinchi marta, ilk marotaba shunaqa quyosh botishini aynan Qizkulasi tarafdan shu manzaradan tomosha qildim. Judayam chiroyli edi va endi yo'limizni davom etamiz va Istanbulni Osiyo tarafiga dalsha aylanishga sizlar bilan boramiz va ozgina shu Bosfor bo'yidagi chiroyli uylarni, villalarni bilasizlar, yali deyishadi. Suvga yaqin, ya'ni sohil bo'yida joylashgan uylarni yali deyishadi. Shuning uchun ham haligi serialda yali chapkini deb bekorga aytishmagan, bekorga shunaqa deb nomlashmagan. Bu esa mashhur o'sha ko'prik 15-Temmuz ko'prigi, ya'ni 15-iyul ko'prigi desa ham bo'ladi. Bizning tilimizda, ya'ni Temmuz bu iyul oyiga to'g'ri keladi. Ya'ni iyul oyini tarjimasi Temmuz. Chaykalar har doimgidek juda ham chiroyli, yana aytib o'taman, juda ham chiroyli manzara.
Mana Fazilatxonim va qizlarini kinosi olingan uy seriali ya'ni. Mana shu uyda olingan. Mana bu uyda mana Запретная любовь degan serial olingan. Aşkı Memnu degan serial olingan. Mana ichiga kirdim, kofe qiladigan joyga. Espresso Lab. Tarixiy bino ekan. O'z kofemni olaman. Mana ichiga kirdim, faqat bitta kofe olmoqchi edim, hech kim yo'q. Tepaga chiqishim kerak shekilli. Tarixiy ekan lifti ham. Sandvichlar. O'zingizni mana tepasi.
Hozir zangida ekan, sizga fonni ko'rsataman. Mana azizlarim, bugungi vlogimni ham oxiriga yetib qoldik. Vlogimni tomosha qilganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar, kommentariy yozishni unutmanglar va yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Va bu shaklda menga juda ham katta kanalimni rivojlantirish uchun yordam bergan bo'lasizlar. Xudo xohlasa sizlarni yana yangi chiroyli videolar bilan xursand qilishda davom etaman va qarshilarga chiroyli videolar bilan chiqaman. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling va hammamizni qadr kechamiz muborak bo'lsin. Ro'zalarimizni, duolarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin.